Demek boshladik o'quvchilar, bugungi darsimizda sizlar bilan birgalikda kvadrat tenglama, kvadrat tenglamalarni o'rganadigan bo'lsak, kvadrat tenglamalarimiz 3 turga bo'linadi. Birinchisi chala kvadrat tenglama, ikkinchisi to'la kvadrat tenglama, uchinchisi keltirilgan kvadrat tenglama bo'ladi. Bugungi darsimizda sizlar bilan birgalikda chala kvadrat tenglamani ko'radigan bo'lsak, xudo xolasa 3 ta darsda sizlar bilan birgalikda shu kvadrat tenglamani ko'rib chiqarganmiz. Demak, boshladik. Chala kvadrat tenglama. Chala kvadrat tenglamani o'zi ham 3 turga bo'linib ketadi. Demak, birinchisi o'quvchilar birinchi turdagilari qanday ko'rinishda? Ax kvadrat plyusdan c teng 0 mana bunday ko'rinishdagi tenglamalar keladi. Demak, bu tenglamalar chala kvadrat tenglama hisoblanadi. Endi, xo'p, biz birinchi navbatda bu turdagi tenglamani yechishdan avval bu tenglamada yechim bormi yo'qmi yoki qachon yechim bo'ladi yoki qachon yechim bo'lmaydi, shularni ko'rib o'tishimiz kerak. Buni yechimga ega bo'lishligi yoki yechimga ega bo'lmasligi mana bu a va c koeffitsiyentlarga bog'liq bo'ladi. Shundan keyin demak biz chala kvadrat tenglamamiz yechimga ega bo'lishi yoki yechimga ega bo'lmasligi mana shu a va c koeffitsiyentlarga bog'liq. Tushundingizmi? Demak, mana shu qaysidir shart bajarilsa yechimga ega bo'lmaydi, qaysidir shart bajarilsa yechimga ega bo'ladi. Xo'p, yechimga ega bo'ldi. Yechimga ega bo'lganda ham nechta bo'ladi desa, agar yechimga ega bo'lsa ikkita yechim bo'ladi, yechimga ega bo'lmasligi ham mumkin. Xo'p, endi qachon yechimga ega bo'ladi? Qachon yechimga ega bo'lmaydi? Ko'rib o'tamiz. Demak, boshladik. Agar deymiz o'quvchilar, agar a ko'paygan c, a bilan c ni ko'paytmasi aytaylik 0 dan katta bo'lsa, tushunyapsizmi? 0 dan katta bo'lsa, tenglama yechimga ega emas. Tenglama yechimga ega emas. Xo'p, javob bo'ladi desa x tegishli bo'sh to'plam bo'ladi. Tushundingizmi? Ya'ni tenglama haqiqiy yechimga ega bo'lmaydi mana shu vaziyatda. Masalan, misol sifatida ko'rib o'tadigan bo'lsak, o'quvchilar 3x kvadrat plyusdan 5 teng 0 mana bu tenglamani ko'ramiz. Bu tenglamada yechimi yo'q. A koeffitsient 3, B koeffitsient, C koeffitsient nechi? 5. Ko'paytmasi 15 bilan koeffitsiyentlar ko'paytmasi. Ya'ni 3 ko'paygan 5 imiz nechiga teng? 15. 0 dan katta. Bo'ldi, yechim yo'q bunda. Tushunyapsizmi? Yoki keyingi misol ko'taradigan bo'lsak, 5x kvadrat plyusdan 20 teng 0. Demak, bunda ham 5 ko'paygan 20 0 dan kattami? Nechiga teng ko'paytmasi? 100 da to'g'rimi? Bunda ham x tegishli nima ekan? Bo'sh to'plam bo'ladi. Tushundingizmi? Demak, bunda yechim nima ekan? Yo'q. Endi ikkinchi navbatda o'quvchilar agar deymiz, agar a ko'paygan c 0 dan kichkina bo'lsa, tushundingizmi? Agar a ko'paygan c 0 dan nega o'quvchilar kichkina bo'lsa, tenglama ikkita haqiqiy yechimga ega. Xo'p, ko'rib o'tamiz. Qanday masalan? 2x kvadrat minusdan 5 teng 0. A bilan c ni ko'paytmasi nechiga teng bo'lyapti? A bilan c ni ko'paytmasi minus 10 mi? Bo'ldi. Minusdan 10. Bu 0 dan kichkinami? Bunda ikkita yechim bor. Tushundingizmi? Yoki mana bunday ko'rishdagi misollar oladigan bo'lsak, 5x kvadrat minusdan 7 teng 0. Bunda ham a ko'paygan c minusdan 35 ga teng bo'lyapti. Bundan kichkina. Bunda ham nechta yechim bor ekan? Ikkita yechim bor ekan. Endi xo'p, ularda yechimi bor ekan. Endi o'sha yechimlar ikkita bo'ladigan bo'lsa, biz ularni o'quvchilar x1 va x2 deb atashimiz kerak ekan. Tushundingizmi? x1 bilan x2 nima? Qarang, x1 x2. x1 x birinchi yechim, x2 x ikkinchi yechim bo'lar ekan. Tushundingizmi? x1 x birinchi yechimi, x2 x ikkinchi nimasi ekan? Yechimi bo'ladi. Xo'p, ana endi biz tenglamani yechadigan bo'lsak, nima qilishimiz kerak? Mana bu tenglamani kvadratlar ayirmasi nomli formulamiz bo'yicha o'quvchilar mana bunday qilib a kvadrat minusdan b kvadrat, ya'ni bu narsani a minusdan b a plus b ligini bilamiz, to'g'rimi? Demak, mana shu formula orqali demak mana bu kvadrat tenglamani yechishni o'rganamiz. Qaranglar, birinchisi o'quvchilar birinchi kelyapti x kvadrat minusdan 9 teng 0. Mana bunday tenglama keldi. A bilan c ni ko'paytmasi 0 dan nima? Kichkinami? Demak, bunda ikkita haqiqiy yechim bor. Endi men mana bu formula bo'yicha ikkita ko'paytuvchiga ajratishim mumkinmi bu narsani? Ya'ni qanday qilib? X minusdan 3 ko'paygan x plusdan 3 teng 0 deymanmi? Mana ko'paytma ma'qullik ko'paytma ko'rishi keldi. Endi biz nima deymiz? Ko'paytuvchiga ajratib, ko'paytma 0 ga teng bo'lishi uchun har bir ko'paytuvchi 0 ga teng bo'lishi kerak deymiz. Tushundingizmi? Ko'paytma 0 ga teng bo'lishi uchun har bir ko'paytuvchi 0 ga bo'lishi kerak ekan.
teng bo'lishi kerak. Natijada x minusdan 3 qiymati 0 ga teng, x plusdan 3 qiymati ham 0 ga nima bo'ladi? Teng bo'ladi. Mana shu joyda x sonimizni birinchi qiymati nechaga teng ekan? 3 ga teng, x sonimizni ikkinchi qiymati minusdan nima ekan? 3. Demak, bu tenglamada ikkita yechim bor ekan. Bu yechimlar minus 3 bilan nima ekan? Minusdan 3 bo'lar ekan. Xo'p, ana endi siz tushunayotgan bo'lsangiz, navbatdagi misolga o'tamiz. Navbatdagi misolimiz aytaylik 2x kvadrat minusdan demak o'quvchilar. Yo'q, x kvadrat minusdan 9 taqsim 4 teng 0. Mana bunday tenglama keldi. Xo'p, buni ham ko'paytiruvchiga ajratsak bo'ladimi? Xo'p, nima bo'ladi bu o'quvchilar? X minusdan 3 taqsim 2, x plusdan 3 taqsim 2 teng 0 bo'ladimi? Ana endi ko'paytma 0 ga teng bo'lishi uchun har bir ko'paytiruvchi 0 ga bo'lishi kerak, teng bo'lishi kerak deb olamizmi? Xo'p, mana shu joyda x minusdan demak 3 taqsim 2 ni ham 0 ga tenglaymiz. X plusdan demak 3 taqsim 2 ni ham 0 ga nima olish kerak? Tenglab olish kerak. Xo'p, endi mana shu joyda o'quvchilar x sonimizni birinchi qiymati 3 taqsim 2, x sonimizni ikkinchi qiymati minusdan 3 taqsim teng bo'ldi. 2 ga teng bo'lyaptimi? Tushunyapsizmi? Endi qarang, xulosa, mana bu yerda tenglamamga qarasam, buni yechimi 3, buni yechimi minusdan 3. Buni yechimi 3 taqsim 2, buniki esa minus 3 taqsim 2. Ya'ni birinchi yechimi musbat bo'lsa, ikkinchisi manfiy bo'lyaptimi? Demak, nima ekan xulosa desa, mana bu turdagi tenglama yechimga ega bo'ladigan bo'lsa, buni yechimlari qarama-qarshi sonlardan iborat bo'lar ekan. Ya'ni bu degani 1 2 bo'lsa, nargisi minus 2. 1 5 bo'lsa, nargisi minus 5. 1 10 bo'lsa, nargisi minus 10 bo'lar ekan. Tushunib turadimi? Xo'p, endi siz savol bo'lishi mumkin. Bu tenglamaga bog'liq bo'lgan. Ya'ni qanday? Tarafdan beri ikkita tenglama yechyapman. Biridan 9 bo'ldi. Biridan 9 taqsim 4. Umuman olib qaraganda kvadratga tushadigan son bo'lib qoldi, to'g'rimi? Endi savol tug'ilsa, kvadratga tushmaydigan son bo'lib qolsa-chi, masalan, aytaylik o'quvchilar x kvadrat minusdan 7 teng 0. Mana qarang, kvadratli son emasda. Mana bu yerda 100 bo'lganda 64 81 bo'lganda boshqa gap bo'ladi, to'g'rimi? Lekin mana kvadrat yo'q-ku. Endi men mana shu joyda bunday qilib bitta nomiga ildiz 7 ni kvadratini deb olsam, qanaqa bo'ladi o'quvchilar? Bo'laveradimi? Biz ildiz o'rganganmiz-ku. Xo'p, nima bo'ladi? X kvadrat minusdan ildiz 7 ni kvadrati teng 0 bo'ladimi? Ana endi mana buni kvadratlar ayirmasi bo'yicha yoysam bo'ladimi, bo'lmaydimi? Bo'ladi. Yoyadigan bo'lsam x minusdan ildiz 7 va x plusdan ildiz 7 teng 0 bo'ldimi? Shunday bo'ldi-ya. Endi qarang, xo'p, x ni birinchi qiymatini topmoqchi bo'lsam, x minus ildiz 7 ni 0 ga tenglayman. X ni ikkinchi qiymatini topmoqchi bo'lsam, x plus ildiz 7 ni ham 0 ga nima qilishim kerak? Tenglashim kerak. Xo'p. Endi x sonimiz birinchi qiymati ildiz 7, x sonimiz ikkinchi qiymati minusdan ildiz 7 ga nima ekan? Teng bo'lar ekan. O'quvchilar tushundingmi? Tushunmadingmi shu narsani? Tushundingiz? Xo'p, ana endi davom ettiramiz o'quvchilar. Tushunayotgan bo'lsangiz, endi birinchi holatni to'xtatsak bo'ladimi? Hamma tushundimi? Xo'p, ana endi ikkinchi holatni boshlaymiz o'quvchilar. Ikkinchi holat misoli. Ikkinchi holatdagi qanaqa bo'ladi misol? ax kvadrat plusdan demak bx teng 0. Hozir bu tenglamani sizga birinchi holat tenglamasining farqi qayerdaligini tushuntirib berishim kerak. Birinchi holat tenglamasida x bitta, bunda nechta bor ekan? Ikkita ekan. Shu yerda farqi bor ekan. Xo'p, birinchi holatda x bitta joyda ishtirok etsa, bu holatda x nechta joyda ishtirok etyapti? Ikkita. Tenglamani yechishdan avval men aytyapman sizga, farqlab olish kerak. Yechim bormi yo'qmi? Shuni ham bilishimiz kerak. Demak, bunda x bitta joyda bo'lar ekan, bunda x ikkita joyda bo'lar ekan. Xo'p, ana endi bu tenglama har doim yechimga ega. Tushunyapsiz? Bu tenglama har doim yechimga ega. Xo'p, nima qilaman? Ikkalasi x ni chiqarib olsam bo'ladimi, bo'lmaydimi? Bo'ladi. X ni chiqarsam ax plusdan b teng 0 bo'ldi. Endi nima sababdan men tenglamani imkon qadar ko'paytiruvchiga ajratishga harakat qilyapman? Masalan, kecha kun chiziqli tenglama o'tdiki, qoidasi nima edi? Noma'lumlar bir tomonga, ma'lumlar bir tomonga edi. Ha, xo'p, nimaga bitta ko'paytiruvchiga ajratyapsiz? Imini shu mavzuda desa, chala kvadrat tenglamada ko'paytiruvchiga ajratganimizdan keyin ko'paytma 0 ga teng bo'lishi uchun har bir ko'paytiruvchi 0 ga teng bo'lishi kerak. Qoidasi nima ekan? Ko'paytma 0 ga teng bo'lishi uchun har bir ko'paytiruvchi 0 ga nima bo'lishi kerak? Teng bo'lishi kerak. Xo'p, ana endi mana ko'paytma ko'rishi keldi bu narsa. Birinchi ko'paytiruvchi nima? X, ikkinchi ko'paytiruvchi ax plusdan b ni ikkalasini ham 0 ga nima qilish kerak? Tenglaymiz. X teng 0, ax plusdan b teng 0 bo'ladi. Mana birinchi yechim chiqdi. Mana bundan ikkinchi yechim chiqadimi? Xo'p, ana endi mana shu joyda xulosa qilsam, ushbu tenglamani yechimlaridan biri 0 ga teng bo'lar ekan. Tushuntiradimi?
Ushbu tenglamani yechimlaridan biri 0 ga teng bo'ladi. Demak, bu tenglamada ikkita yechim bo'ladi va bu yechimlardan biri har doim 0 ga nima bo'lar ekan? Teng bo'ladi. Nargisi esa o'zgaruvchi bo'ladi. Ax plyusdan b turib bu chiziqli bo'lib qoldi. Masalan, misol sifatida ko'ramiz, e'tibor beringlar, misol sifatida aytaylik 2x plyusdan 5 teng 0. Mana bunday 2x kvadrat o'quvchilar plyusdan 5x teng 0. Mana tenglamani olamiz. Demak, buni ko'paytiruvchiga nima qilish kerak? Ajratish kerak. Nima bor ekanlasida bir xil x bor. Shu x ni qavsdan tashqariga chiqarsak, 2x plyusdan 5 teng 0 bo'ladi. Ana endi ko'paytma 0 ga teng bo'lishi uchun har bir ko'paytiruvchi 0 ga teng bo'lishi kerak. Demak, x teng 0 va 2x plyusdan 5 teng 0. X'imiz birinchi qiymati 0, ikkinchi qiymati chiziqli bo'lganligi uchun minusdan 5 taqsim 2 bo'ladimi o'quvchilar? Ya'ni 5 ni tomonga o'tkazib 2 ga bo'lib o'ramizku. Tushundingmi? Tushunmadingmi? Tushunsak, endi navbatdagi misolga o'tadigan bo'lsak, navbatdagi misolimiz 3x kvadrat minusdan 12x teng 0 bo'lyaptimi? Qani ikkalasi bir xil nima bor? X bor. Demak, x ni qavsdan tashqariga chiqarsangiz, savol tug'iladi. Ikkalasini o'sha chiqarsangchi, xohlasangiz chiqaring, xohlasangiz chiqarmang. Tushunadi? Xo'p, ikkalasini x chiqarsak nima bo'ladi? Demak, 3x minusdan 12 teng 0 bo'ldimi? Ko'paytma 0 ga teng bo'lishi uchun har bir ko'paytuvchi 0 ga teng bo'lishi kerak. X teng 0 va 3x minusdan 12 teng 0. Mana bunday ko'rinish bo'ldimi? Ana endi o'quvchilar, x imizning birinchi qiymati 0 ga teng, demak 3x imizning qiymati 12 ga teng, x imizning ikkinchi qiymati esa 4 ga nima ekan teng bo'lar ekan. O'quvchilar savollar bormi, yo'qmi? Yaxshi. Demak, boshladik. Endi o'quvchilar sizlar bilan birgalikda hozir o'rgangan birinchi, ikkinchi holatga misollar ko'rishimiz kerak, Usmonov misollardan. Demak, boshladik. Birinchi misolimiz o'quvchilar 3x kvadrat plyusdan 6x teng 8x kvadrat minusdan 15x mana bunday ko'rinishdagi tenglama keldi. Ana endi bu tenglama nechadigan bo'lsa, birinchi masala hammasini bir tomonga olib o'tib olishimiz kerak bo'ladi. Tushundingizmi? Bir tomonga olib o'tadigan bo'lsak, nima bo'ladi? O'quvchilar 3x kvadrat plyusdan 6x minusdan 8x kvadrat plyusdan 15x teng 0 bo'ladimi? Xo'p, 3x kvadratdan 8x kvadrat ayiraman. Minusdan 5x kvadrat, 6x 15x qo'shaman. 21x teng 0 bo'ladi o'quvchilar. Endi savol tug'iladi menda. Ushbu tenglama birinchi holatmi yoki ikkinchi holatmi? Ikkinchi holat, to'g'ri. Qayerdan bildik ikkinchi holatligini? Ikkalasida ham x ishtirok etyapti. Agar bu tenglama birinchi holat bo'lganda savol tug'ilardi. Ya'ni tenglamada yechim bormi yoki yechim yo'qmi? Demak, bu ikkinchi holat bo'lganligi uchun albatta bu tenglamada yechim bor va bu yechimlardan biri 0 ga teng bo'lar ekan. Tushunarli? Xo'p, ikkalasidan bir xil nimani chiqaraman? X ni chiqarsam minusdan 5x plyusdan 21 teng 0 bo'ladimi? Ko'paytma 0 ga teng bo'lishi uchun har bir ko'paytuvchi 0 ga nima bo'lishi kerak? Teng bo'lishi kerak. Demak, x teng 0 minus 5x plyusdan 21 teng 0 bo'ldi. Mana birinchi yechim aniqladi. Necha ekan? 0. Ikkinchi yechimni aniqlamoqchi bo'lsam, minus 5x teng. Mana bu 21 tomonga nima o'tadi o'quvchilar? Minus o'tadimi? Mana biz minusdan 0 21. Hamma tushunyapti. X teng 21 taqsim 5 ga teng. Yoki o'lik kasrda bu 4/2 deb mana bunlarni ataladi. Demak, tenglamani yechimi 0, ikkinchisi 4/2 ga teng ekan. Tushunarlimi? Xo'p, yaxshi. Endi navbatdagi misolga o'tamiz. Navbatdagi misolimiz o'quvchilar x kvadrat minus 1 taqsim, demak 3 teng 5. Ana endi meni bunga taxminiy fikrim, ya'ni bu birinchi holatga kelsa kerak, chunki x bitta joyda ishtirok etyapti-da. Xo'p, endi uni oxirida ko'ramiz. Men fikr bildirdim xolos. Demak, 3 ta bu tomonga proporsiya qo'ramanmi? Qiladigan bo'lsam nima bo'ladi? Do'stlar ko'rganmi o'quvchilar? Xo'p, nima bo'ladi? X kvadrat minusdan 1 teng 15 bo'ldi. Bu tomonga o'tganda x kvadrat minusdan 1 minusdan 15 teng 0 yoki x kvadrat minusdan 16 teng 0 bo'ldi. Savol, bu nechinchi holat tenglamasi edi? Birinchi, chunki x bitta joyda ishtirok etyapti. Xo'p, ikkita ko'paytuvchiga ajratish kerak. Qanday ko'paytuvchiga ajraydi bu narsa? X minusdan 4. Nima bo'ladi o'quvchilar? X minusdan 4 bilan x plusdan 4 teng 0. Ko'paytma 0 ga teng bo'lishi uchun har bir ko'paytuvchi 0 ga teng bo'lishi kerak. X ni birinchi qiymati 4, ikkinchi qiymat minusdan 4. Tenglamada ikkita yechim bor ekan. Bular 4 bilan minusdan nima ekan? 4 bo'lar ekan. Tushunarlimi? Xo'p, agar tushunayotgan bo'lsangiz, o'quvchilar, men sizga davom ettirib berishim kerak. 3-holatini ko'rib o'tamiz. 3-holat juda ham sodda. Demak, qaranglar, 3-holat ax kvadrat teng 0. Ahamdek ko'rsatay tenglama. Ax kvadrat teng 0.
Endi bu tenglama bitta yagona yechimga ega bo'ladi. U ham bo'lsa 0 bo'ladi. Tushundingizmi? Bu tenglama har doim bitta yechimga ega bo'ladi. U yechim nima ekan? 0 ga teng. Bu tenglamamizni x teng ekan 0. 0 a ko'paygan 0 kvadrati. Nima 0 bo'lib ketadi shunda. Tushunarli? Xo'p, misol ko'rib o'tamiz o'quvchilar. Misol sifatida ko'radigan bo'lsak qaranglar. 3x kvadrat teng 0. Savol birinchi holatmi, ikkinchi holatmi? Uchinchi holat. Uchinchi holat to'g'ri. X teng ekan 0 yoki 2 taqsim 3x kvadrat teng 0. Birinchi holat, ikkinchi holat, uchinchi holat. Uyuz o'tib ketdi. Tushundingmi, tushunmadingmi? Tushundingiz? Endi o'zi asli chetgacha chala kvadrat tenglama. Endi men sizga bugungi mana bu ko'paytma 0 ga teng bo'lish uchun har bir ko'paytuvchi 0 ga teng bo'lish kerak degan qoida asosida qolgan tenglamalarni ham yechishni o'rgataman. Tushunarlimi? Birinchi qarab turinglar. Bizga misol keldi. X minusdan 4 ko'paygan x minusdan 5 teng 0. Mana buni ko'rishda sizga misollarcha keladi. Endi mana shu tenglamani yechish kerak. Tayyor ko'paytuvchiga ajrab turibdimi? Siz aytasizki, ko'paytma 0 ga teng bo'lishi uchun har bir ko'paytuvchi 0 ga teng bo'lishi kerak deysiz. Tushundingizmi? Demak, ko'paytma 0 ga teng bo'lishi uchun har bir ko'paytma 0 ga bo'lishi kerak, teng bo'lishi kerak. Natijada x minusdan 4 teng 0, x minusdan 5 teng 0. X imiz birinchi qiymati 4, ikkinchi qiymati 5 ga teng. Tushuntira oldimmi? Endi sizga savol tug'ildi. Mana bunday ko'rishda misol kelyapti. X kvadrat minusdan 6x plusdan aytaylik 5 teng 0. Mana tenglama ekan. Mana shuni eshitdi. Qarasiz bu birinchi holatga tushmaydi, ikkinchi holatga tushmaydi, uchinchi holatga ham tushmaydi. Endi siz bugungi dars bo'yicha buni ko'paytuvchiga ajratish usuli bo'yicha yechsangiz ham bo'ladi. Ya'ni qanday qilib? Mana 5 necha karra necha? 5 ko'paygan bor. Xo'p, 1 ga 5 qo'shsangiz necha? 6. Mana bu yerga to'g'ri keldimi? Sizda bo'lsa, men sizni kvadrat 3 xatni ko'p xatli ko'paytirish, ko'p xatli ko'paytuvchiga ajratish mavzusida o'rgatganman bu narsani. Demak, siz nima qilar ekansiz? X kvadrat minus x minusdan 5x plusdan 5 teng 0 desangiz bo'lar ekanmi? Shundaymi o'quvchilar? Xo'p, mana buni birinchi guruh, mana buni ikkinchi guruh deb olsam bo'ladimi? Meni guruhimdan birinchisida nima bor chiqaradigan? X bor. Chiqarib olsam x minusdan 1. Bu guruhdan minusda chiqarsam işte x minusdan 1 teng 0 bo'ldimi? Xo'p, ikkalasida bir xil nima bor? Nima bor? X minus 5 bor. Chiqarsangiz x minusdan 1 teng 0 bo'ldimi? Ana endi ko'paytma 0 ga teng bo'lishi uchun har bir ko'paytuvchi 0 ga nima bo'lishi kerak ekan? Teng bo'lishi kerak. Natijada x minusdan 5 teng 0. O'quvchilar x minusdan 1 teng 0. X imizni birinchi qiymati 5 ekan, ikkinchi qiymati esa 1 ga teng bo'lar ekan. Tushundingizmi? Tushunmadingmi? Tushundingizmi? Yaxshi. Endi doskamiz ko'rinyaptimi? Xo'p, navbatdagisi x kvadrat minusdan 8x plusdan 15 teng 0. Qarang, men sizga og'zaki topishni ham o'rgataman. Xo'p, necha karra necha? 3 karra 5. Qo'shsang. Bitta minus 8 turibdi-yu. Demak, qarama-qarshi chiqish kerak-da. Tushundingizmi? Sizda 8 chiqdi, bitta minus 8 chiqdi. Siz to'g'ri topsiz. Yechimlar necha ekan? 3 bilan ikkinchi qiymat 5 ekan. Tushundingmi? Tushunmading? Qarang. Necha karra necha? 1 karra 5. Qo'shsang. Bitta minus 6. Qarama-qarshi chiqish kerak-da. To'g'ri chiqdi. Mana 5 bilan 1. Tushunding? Olsak, buni teoremasi deyishadi. Buni yana bir o'tamiz bundan. Qaranglar. Yana x kvadrat minus 7x plusdan 12 teng 0. Qarang. Necha karra necha? 3 karra 4. 3 karra 4 qo'shsang, tushunyapsizmi? Demak, x birinchi qiymati 3, ikkinchi qiymati 4 bo'ldimi? Yoki mana bunday misol kelsak, x kvadrat minusdan 10x plusdan 10x minusdan aytaylik 16 teng 0. Necha karra necha? 4. 16mi? Ha, 16. 8 karra 2. Qo'shsang, minus 10 chiqish kerak edi-yu. Tek qarama-qarshi chiqib qoldi. Yechimlar oldiga minus qo'yib qo'yasan. Xo'pmi? Demak, x birinchi qiymati necha ekan? Minus 2, ikkinchi qiymat minus 8. Hammasidan buni bu oson. Tushundingmi? Savollar bormi? Yo'q, yaxshi, bugun yetadi o'quvchilar.